Salam qızlar, bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz ko'k tatlıq tuxum turmili. Biz buning bilan 4 tal tuxumni bir qachoq chaqib olib, buningga azroq tuz va azroq sut to'kib aralashtirib olamiz. 2 qoshiq atrofida sut va 1 chimdim tuz. Shularni yaxshi aralashtirib olamiz. Suyuq holatgacha. Ondan qozonning ostini maylaymiz. Tek tutib olmaydigan qozon, yoki po'shkal qozon olsun bo'ldi. Ostini maylayotgandan keyin buni bir cho'mich to'kib qozonga mushalat yetib turib pishirib olamiz. Po'shkal pishirgandek. Asti bir qop pishib bo'lgandan keyin buni o'rib, yana bir tarafdan pishirib, musharatda hammasini tayyorlaymiz. Andan azroq savuz qirg'ichda qirib, ushoqlab to'g'rab olamiz. Andan chechaksoy, ko'k chechaksoy, buni ushoq chanib etamiz. Ma bo'lsa so'm piyozni ushoq to'g'rab etamiz. Andan zanjibilni ushoq to'g'rab oldik. Andan yubasaya, qozonga suv quyib, muvofiq miqdorda 3 bosh yubasayni azroq tuz solib, azroq suvmay quyib, buni qozonda bir qaynatib pishirib olamiz. Mana pishgandan keyin buni suzib oldik. Endi buni so'g'uq suv bilan bir choy qo'yamiz. Endi mana qiyma qilingan go'sht, azroq piyoz, azroq zanjibil bularni bir qachoq elib, buning ustiga azroq shangchou, azroq lavchou, azroq tuz, azroq so'qilgan xojo va azroq sumay. Ma bo'lsa azroq zira. Bularni yaxshi aralashtirib qiyma qilib olamiz. Andan biz pishirib olgan tuxum po'shkalimizning ustiga oldindan go'shtni yeyitib olamiz. Biz bir qavat qilib go'shtni yeyitib bo'lgandan keyin yarimiq savizni, yarimiq chechaksoyni yeyitib olamiz. Andan mana bu holatda buni turib yegaymiz. Holatda turib yegamiz. Ching tortib yegaymiz bo'shib qolmasin. Hammasi bular tayyorlab bo'lgandan keyin biz buni bir taqsimizga elib, andan qasqonga quyib, o'rda dumlab pishiramiz. Bir 15 minut atrofida 15 minutdan 20 minutgacha o'rda dumlab pishiramiz. Andan biz boya pishirib olgan yubasayni taqsimizga, oppoq taqsiga dum holatda mana bu tizib olamiz. Andan bu ko'k tatlıq tuxum turmimiz pishib bo'ldi. Endi buni bu holatda yan holatda kesimiz ching turib, ishlik pichoq bilan, gal pichoq bo'lsa bo'lmaydi, kesib olib, andan buni taqsimizga chiroyli tizimiz. Andan qozonga azroq achchiq suv, azroq tuz, andan kraxmal, suyuldirilgan kraxmal, 2 qoshiq kraxmalni 2 qoshiq suvda eritib, andan qozonga to'kib, bularni bir aralashtirib, tuz ta'mini tashib, mana ustiga to'kib olamiz. Azroq bo'lsa bo'ldi.